Assalomu alaykum do'stlar, efirda Nodir arxitektor. Bugun kasblar dunyosi haqida, ya'ni orzu va haqiqat o'rtasidagi to'g'ri yo'lni topish haqida gaplashamiz. Umuman bu prezentatsiyani nima asosida tayyorladim? Ya'ni bunga asosi nima bo'ldi? Qayerdan ma'lumotlarni oldim? Bular haqida ham aytib o'taman. Grok искусственный intellekti ChatGPT dan foydalandim. Bunda istochniklar berilgan, umumiy qanaqa kadrli yetishmovchiligi shu asosda men taqdimot tayyorladim, ya'ni shu ikkita искусственный intellekt asosida. Demak, kasblar haqida aytsak, ayniqsa maktab bitiruvchilari endi yo'lni topmoqchi bo'lgan insonlar uchun nima qilish mumkin, qanaqa yo'l topish mumkin? Umuman internet qidiruvlarida, Google qidiruvlari asosida eng ommalashgan kasblar yoshlikdagi orzular reytingi bo'yicha so'rovnomalar, ya'ni eng ko'p qidirilgan so'rovnomalar pilot, ya'ni uchuvchi degan so'rovnoma kasbi ko'p qidirilar ekan, keyin yozuvchi kasbi ham ko'p qidirilar ekan. Keyin aktyor kasbiga ko'pchilik qiziqish bildirar ekan. Bu nimalarni anglatadi? Demak, unda tasavvur qilsak, dunyo miqyosida unchalik uchuvchi hamma ham uchuvchi bo'la olmaydi, chunki unda fizический taraflar bor, o'qish taraflari bor, tug'ilgan joyidagi holat bor. Shunaqa faktorlar, ya'ni qayerda tug'ilgani, umumiy faktorlar katta rol o'ynaydi. Yozuvchi bo'lish ham bu iqtidor talab qiladi. Ming kuchli talant bo'lsa ham, yozuvchi bo'lsa ham, professional yozuvchi bo'lsa ham, uni u yozgan kitoblari bo'ladimi, maqolasi bo'ladimi yoki boshqa ijod manbasi bo'ladimi, uni ommalashishi bir emas, bir nechta faktorlarga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni ming talantli bo'lsa ham, uni ommaga chiqishi, yaxshi umuman yashashi, hayotiy ehtiyojlari uchun daromad ko'rishi nisbatan qiyin. Aktyorlikda ham shunaqa. Aktyorlikda ham внешний faktorlar, tashqi faktorlar katta rol o'ynaydi. Uni demak, simmetrik ko'rinishi bo'lishi mumkin yuzini, boshqa faktorlar bo'lishi mumkin. Umuman tashqi faktorlar bunda ham katta rol o'ynaydi. Uni tug'ilgan joyi, lokatsiyasi, oilaviy sharoiti ular ham muhim rol o'ynaydi. Keyin umumiy nuqtai nazardan yoshlikdan boshqalarga havas qilish orqali qanaqa yashayotganini o'shalarga qarab, dunyo miqyosida shu qaysi sohaga ehtiyoj katta degan tasavvurlardan kelib chiqib, yuridik sohalarga ham qiziqish katta ekan. Demak, huquq himoyachisi, ya'ni advokat, yurist, shunaqa sohalarga demak hammani ish tushishi mumkin. Hayotiy yashash jarayonida, umumiy rasmiyatchilik jarayonlarida. Demak, umumiy orzular shuni aks ettirar ekan. Lekin real ish bozori unaqa emasligini shu faktlar yordamida, искусственный intellekt yordamida solishtirib chiqdim. Buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Rossiyadagi haqiqat. Umuman 36 million ishchi faqat 27 kasbda ishlaydi deb ma'lumot berilgan ekan. Bularni tahlil qilsak, umumiy top 5 tasini olamiz. Bular qaysilar? Ya'ni eng ko'p kasb egasi haydovchilik ekan. Ya'ni juda ham katta aholining qismi haydovchilik bilan shug'ullanar ekan. Buni demak, mana men bitta ruscha anaqasi ham berilgan ma'lumotlar, ya'ni qanaqa kasblarga juda ham qancha aholi shug'ullanadi. O'rtacha 2 million, bu yerda o'qituvchilar, voditellar 5 millionga yaqin shu Rossiya holatida. Keyin umumiy рабочий kasblar, ya'ni ishchilar qancha bo'lishi bu yerda ko'rsatilgan. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Низкий порог входа, ya'ni qanaqa kirish juda ham oson kasblar, umumiy doxodi ham, например, kamroq bo'lishi mumkin. Ya'ni katta mutaxassislik talab qilmaydigan kasblar. Bular oyliklar nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu 50,000 rublgacha deyilyapti. Rubl to sum deb yozamiz, chiqadi shunda. Qancha bo'lishi bu? Mana bitta konvertatsiya 50,000. Umumiy 7 million 928 ming deyilyapti maksimal. Endi 30 mingdan deyilyapti-da bu. 30 mingdan.
4-5 million atrofida. Endi Rossiya sharoitidagi iqtisodiy holatdan kelib chiqib shunaqa ko'rsatkichlar ko'rsatilyapti. Demak, umumiy hozir qiziqish bildirilayotgan, o'qishni boshlagan, ko'pchilik shu sohaga kirayotgan talabalar tanlovi buni nimani aniq bildiradi? Kelajakda shu tarafda ish o'rinlari yaratiladi yoki katta, demak, konkurensiya, raqobat kuchayadi shu o'rinlarda. Ya'ni shu sohalardagi mutaxassislar umuman juda ham ko'payib ketsa, nimamdagi dasturchilar, shifokorlar, muhandislar agar o'zini yo'lini topa olmasa, qaysidir, demak, ishlab chiqarish joylarida muhandislarga ehtiyoj bo'lmasa, shifokorlar umuman bozorda egallab bo'linsa, ya'ni yoshlarni nisbatan pensiyaga ketadiganlar ham yoshi ham inobatga olinadi. Qancha hozir bor bozorda bunaqa kasb egalari qancha yilda qanchaga ehtiyoj bo'ladi. Umumiy bu ham ta'sir qiladi. Agar haddan tashqari ko'paysa, nisbatan maoshlar ham tushishi mumkin. Dasturchilar ham umumiy ko'pchilik dasturchilikni o'rganyapti, lekin dasturchilikni hozir ochig'ini aytamiz, qiziqish katta, lekin mana bunaqa taqdimotlar bo'ladimi, umumiy kod yozish bo'ladimi, hozir искусственный intellekt ancha kuchayapti. Ya'ni dasturchilarni ham yaqinda eshitdim, umumiy mutaxassislarni shu sohadagi, endi bularning ham taxmini 80% dasturchilar yo'q bo'lib ketadi deyiladi. Ya'ni oddiy kod yozadiganlar. 20% mishleniya bilan o'ylab, dastur nimaga xizmat qiladi, umumiy ma'nosi nima, umumiy arxitektori dasturchilarning saqlanib qolishi mumkin deyiladi. Umumiy hamshira, dizayner, umumiy osonroq nisbatan egallash mumkin bo'lgan kasblar bor. Bular ham o'ziga yarasha qiziqishga ega ekan. Ya'ni talabalar kasb-hunar kollejlariga qiziqishi asosiy bab dasturchilikka urg'u beriladi. Rossiyada demak, umumiy e'tibor shu talabalar qiziqish shu tarafga qarab ketyapti. Hamshiralik ham va shifokorlik ham katta ko'rsatkichlarga ega. Muhandis, arxitektor, quruvchi, dizayner sohalari ham ko'payadi. Dizaynerlikka nisbatan qiziqish nisbatan osonroq, 3 oyda o'rganing, 5 oyda o'rganing, 1 yilda o'rganing, interior dizaynga ayniqsa Rossiyada ko'p ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta raqobat bor bu bozorda. Demak, O'zbekistondagi vaziyat shu boyi ko'rganimiz ma'lumotdagi ma'lumotlarni tahlili asosida tuzilgan bu. Demak, ko'ramiz. Bu yerda eng yuqori maoshli sohalar moliya va sug'urta sohasi deyilyapti. Hop, IT telekommunikatsiya tez rivojlanayotgan soha, lekin bu hali искусственный intellektni to'liq bozorga kirgandan oldingi vaziyat. Ya'ni hozir endi hamma qiziqyapti, ayniqsa 15 yoshdan kichkinalar, oldin 20 yoshgacha bo'lgan qiziqayotgan bo'lsa, o'rtacha hozir 15 yoshgacha eshitdim. 15 yoshdagilar qiziqishni boshlaydi. Endi transport, taksi, logistika rivojlanib borayotgan, distributsiya, tarqatish, bular barqarorroq maosh deb qaralyapti. Ya'ni dastavkalar, boshqalar. Sanoat va qurilish, kadrlar yetishmovchiligi. Endi aholimiz yiliga 1 millionga yaqin ko'payayotgan jarayonda bu sohada ham ancha, demak, ehtiyoj borligi, haqiqiy mutaxassislar yetishmayotganini ko'rsatadi. Ya'ni masalan, qurilish sohasida ham Turkiyadan, Xitoydan, boshqadan kelib qurilishda qatnashyapti, qurishyapti o'zligini sifat mezonlari asosida, boshqa asosda. Demak, bu sohada ham, demak, nisha, ya'ni yo'nalish olish imkoniyati bor. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, O'zbekistonda kadrlar tanqisligi shu boyga statistikaga qaradik. Umumiy ta'lim sohasida o'qituvchilik, pedagoglikka ham nisbatan ehtiyoj bor, lekin bu mana bu qarasak, umumiy davlat tarafidan qoplanganligi bo'lganligi uchun davlat byudjeti har bir tiyin hisoblanadi. Shu uchun juda ham, demak, bu yerda maoshlar nisbatan hozir endi ko'tarilish jarayonida, lekin ko'p yuklama, lekin nisbatan kamroq maosh deb qaraydi ba'zi shu sohada ishlayotgan o'qituvchilar. Ular bilan suhbat qilib ko'rish kerak. Har birini o'zgarish fikri bor yoki o'zining ehtiyojlari juda ham ko'proq bo'lganligi uchun yetmayotganini tashvishga tushishi mumkin. Sog'liqni saqlash sohasida ham, savdo xizmatlar sohasida ham, demak, endi rivojlanayotgan servislar, boshqalar, dastavkalar yaqin shu 5 yil ichida juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Yetkazib berish xizmatlari, logistika bu ham rivojlanib borayotgan sohalarga kiradi.
mexaniklar, umumiy texnik kasblar, qanaqa qishloq xo'jaligida sanoat uchun mutaxassislar, qurilish mutaxassislar, texnika uskunalar uchun boshqaruvchilar, shularga ham agronomlarga ham ehtiyoj katta deb demak GPT fikr beryapti. Tanqisli sabablar ta'lim va ehtiyoj o'rtasidagi nomuvofiqlik, hududiy nomutanosiblik, davlat sektorida kam maosh, bitiruvchi 47% mutaxassislikdan tashqari ishlaydi. Ya'ni o'zimizda ham shaxsiy kuzatuvlarimiz bor. Bu hamma bitirdi degani shu sohada egalladi va ketadi degani emas. Ya'ni kimdir boshlang'ich bitirgan zahoti katta maosh bermaydi, arzimagan pullarga, ba'zida ehtiyojga, ba'zida tekinga shogird sifatida ham ish boshlashi mumkin bo'ladi o'zining kasbida. Kimdirda shu kasbgacha ishlab kelayotgan sohasi bor. Masalan, bitta odam buxgalter, lekin u IT ni o'rgandi. Endi IT kiraman desa, endi unga $100 ham pul berishmasligi mumkin boshlang'ich etapda. O'zi lekin shu buxgalteriya sohasida $500 pul topadi. U hozir oilasi bor, boshqasi bor, endi uni hozir tashab turib IT ni $100 dan boshlayman desa, kamida 1 yil, 2 yil ketishi mumkin. Undan ham ko'p. Endi o'zini harakatiga qarab, hayotida uchrayotgan omadli chorrahalariga qarab. Agar shunaqa vaziyatda haqiqatda o'zini sohasida mutaxassisligidan tashqari ishlashga majbur bo'lib qolish mumkin. Oilaviy ehtiyoji, boshqa ehtiyojlardan kelib chiqib. Demak, kasb qanaqa tanlash, orzu imkoniyatlar o'rtasidagi muvozanat. Endi buni hamma ham sevgan kasbida ishlamaydi, lekin buni endi GPT o'zini shu bozordagi holatni o'rganish, tahlil qilish, qanaqa kasbga talab darajasi katta, maosh darajasi katta, kelajak istiqbollari qanaqa, undan qancha pul topaman, qanaqa demak yashashimga imkoniyatlar bo'ladi, deyiladi. Hamma ham bitta ofisda stolda o'tirib ishlashga qiynalishi mumkin. Qobiliyatlarni ham baholash kerak. Ya'ni kun bo'yi ofisda o'tirib ishlash kimgadir yoqmaydi. Kimdadir xarakter bor, umumiy odamlar bilan gaplashish, shunaqa o'zini xarakteri, psixotipidan kelib chiqib, savdo sohasini boshqarib, o'shanga ham yo'nalgani maqsadga muvofiq bo'lib qolishi mumkin. Shaxsiy qiymatlar bilan mos kelishini tekshiring. Kimdir orzu qiladi, qaysidir masalan futbolchi bo'lish. Lekin uni fizik holati, qobiliyati yo'q. Balki shu holatda u fikrni o'zgartirib, kelajakdagi qiziqishini aniqlagani bilan hayotiy ehtiyojlarni qondirish uchun ko'proq manfaat beradigan boshqa sohada kerakroq bo'lishi mumkin. Inson masalan doktor bo'lishi mumkin, uni demak unaqa o'zini mishleniyasi kuchli bo'lishi mumkin. Hammada har xil talant bo'ladi. O'shanga ham ahamiyat berish kerak. Keyin o'quv muassasalarini taqqoslash, o'qish muddati narxini hisobga olish, amaliy ko'nikmalar darajasini baholash. Masalan, qaysidir kasbni $100 ga tikuvchiliknimi, kursini olib yoki shogird tushib o'rganish mumkin, yoki sartaroshliknimi, qanaqa o'qiladi, necha yil o'qiladi, yoki buxgalterliknimi 2-3 oylik kursni o'rganish mumkindir. Buni shu sohaga kirib, men hozir 4 yil shu sohani umrimni sarflab shu kasbni tanlaganim yaxshimi, yoki men hozir boshqa yo'nalishga kirganim kuchliroq, talab yuqoriroq va maoshi kelajakda yuqoriroq bo'lgan sohani tanlaganim yaxshimi degan fikrni ham o'rganish kerak. Hududiy omil mahalliy ish bozorini o'rganish, ko'chish imkoniyatlarini hisobga olish, masofaviy ish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Masalan, O'zbekiston bozorida faqat o'zbek tilini biladigan auditoriya uchun ishlaydigan inson bo'lsa, bitta narsa shu ish bozori qanaqa o'zgaryapti. O'zgarish imkoniyati, ko'chish imkoniyati. Masalan, Toshkentda mana shu 2-3 yil oldin ham, yaqinda 1 yil oldin ham menimcha men bu naqd pulga o'tishdan oldin konduktorlarga ehtiyoj bor edi, ya'ni pulni yig'ishtiruvchilar, yo'lovchilardan. Lekin hozir hamma kartaga massiviy o'tib ketishining natijasida ular deyarli hammasi ishini o'zgartirishga majbur bo'ldi yoki ishini yo'qotdi. Demak, bu hozir masalan Toshkent sharoitida bo'lsa, viloyatida balki konduktor ga ehtiyoj bordir. Ko'chib ishlashi mumkindir viloyatlarda, lekin u qanchalik o'zgaradi yoki dasturchidir. Dasturchi bo'lsa, masalan, faqat Toshkentdagi IT parkda ishlar, lekin u boshqa viloyatga borsa, unaqa sharoit bo'lmasligi mumkin, yerda bo'sh ish o'rni bo'lmasligi mumkin. Lekin masofaviy ishlay olishi mumkin, ingliz tilini bilsa, boshqa bilsa. Shunaqa imkoniyatlarni ham o'rganish kerak. Headhunter.uz bor, HH.uz. Xo'p, hozir texnik sabablarga ko'ra ozgina uzilish bo'ldi. Headhunter.uzdan demak qidirish mumkin. Qaysi kasbga
qancha pul to'lanmoqda vakansiyalarga kirib umumiy ko'rish mumkin. Hozir programmistlarga katta ehtiyoj bor ekan. Demak, kasb tanlashda umumiy qancha muddat sarflayman bu kasb o'rganishga, bu tushida bu yo'qolib ketmaydimi? O'shani inobatga olish kerak. Umumiy kiber xavfsizlik rivojlanish ehtimoli katta, chunki hammada telefon bor, hammada shotidan pul lech olish xavflari bor. Shunaqa sohalar menimcha dasturlashdan ham ko'ra balki shu rivojlansa kerak degan mening fikrim bor shaxsiy. Umumiy qanaqa kasb tanlash kerak degan fikrga endi javob beramiz. Qiziqishlarni aniqlash kerak. Birinchi, men nima qila olaman? Kun bo'yi o'tirib kompyuterda ishlay olamanmi yoki menga sotuv yoqadimi? Odamlar bilan ishlashni yoqtiramanmi? Yoki dars o'tishni yaxshi ko'raman. O'shalarni ham inobatga olish kerak. Keyin bozorda necha pul to'lashyapti? Men shu pulga ko'namanmi? Masalan, 3-4 millionmi, 5 millionmi berishyapti. Shunga ko'nib oilamni kelajagida ta'minlay olamanmi degan savolni qo'yish kerak. Keyin ta'lim yo'lini tanlash. Ya'ni hozir men shu kasbni nimani o'qishim kerak, necha yil sarflayman? Menda hozir bu bilim bormi? Masalan, odamlar orasida o'qituvchilik qilish uchun nutq so'zlashni o'rgana olamanmi? O'zimga ishonib gapira olamanmi? Tushuntira olamanmi nimadir ma'lumot deyiladi. Ya'ni keyin amaliy tajriba kimlar shu sohada muvaffaqiyatga erishyapti? Men ham shunaqa erisha olamanmi degan savolni qo'yib, aniq rejalar asosida keyin shu institut bo'ladimi, kollej bilan tanlab yoki o'quv kurslariga borib o'rganishga vaqt sarflash kerak bo'ladi. Tak, endi umumiy muvaffaqiyat yo'l deb endi xulosa yozib beryapti. Bozor talab imkoniyatlar kelishgan nuqtada orzu va haqiqat muvozanatini topish, ya'ni uchuvchi bo'laman emas. Birinchi slaydga qaytsak, hamma qiziqayotgan, hamma ketayotgan dasturchilik desa, o'zi qiziqmasdan dasturchilikni o'rganishdan ko'ra umumiy konstruktiv tahlil qilib, mana shuncha inson shunaqa sohalarda ishlayotgan ekan. Balki men ham stabilroq hayotga kerakdir. Bunaqa giper muvaffaqiyatdan ko'ra deb kasbini balki tanlagani maqsadga muvofiq bo'ladi. Umumiy sohalar bo'yicha demak, boshlash uchun qadamlar ko'rsatildi. Bozordagi talab, yaxshi ko'rgan ish, sifatli ta'lim. Qaysi institutda sifatli ta'lim olish imkoniyatim bor? Qancha vaqt sarflayman deb kelajakdagi kasb tanlash muhim hisoblanishi mumkin. Demak, umumiy xulosalar hammaga hayotda o'zini yo'li bo'ladi, o'zini yo'lini topishga harakat qiladi, o'zini rejalarini amalga oshirish uchun aniq tizimli tahlil qilish kerak. Ya'ni nafaqat bugun bilan, balki erta bilan, ertangi, hozirgi kundagi 1 soniyadan keyingi vaziyat erta. Ya'ni o'sha erta, hozir fikrlarimiz qaysi fikrlar bizani qaysi tarafga yo'naltirgan kabi hozir nima taraf hozir telefonni olib YouTube ko'ramiz yoki keraksiz narsalarni Instagramda ko'ramiz, YouTube'da yoki keraksiz narsalarni ko'ramiz yoki bir varoq o'zimizga kasbimiz uchun har kuni foydali kitob o'qiymiz yoki shu kasb tanlash uchun yoki o'zimiz kasbimizdan qo'shimcha rivojlantirish uchun bilimlarni egallaymiz. Shunaqa qilib, umumiy fikrlar shu. Hammaning o'zining yo'li bor. Hammaga omad tilaymiz. Kelajakdagi mutaxassis bo'lib, o'zingizlar sohada, ayniqsa shu vatanimizda umuman insoniyatga foyda keltirgan inson bo'lishinglarni niyat qilamiz. Salomat bo'linglar.